Muhabbatnoma 26 qism. Oğlunuzni topolmasangiz, kelib bizdan so'raydiganga, siz bizga o'g'lingizni o'tkazib qo'yganmi? O'zingiz oldin qaytim kelib, chashmashlarimizni yulib, odam etib qo'yganning yo'qi. Uningdan keyin telefonda o'g'lingizning sizga bergan ulug'vor va'dalarini anlatib qo'yganning yo'qi. G'addida birer telefonnoma epsammidoq. Tecrübe sabahını yakunlab, Erpan deydigan shu birsidan shu chaqning o'zida ada juda bo'lishib ketgan biz. Aranglardagi ishlarni o'zinglar hal qilib elinglar. Endi uning ishini deb bizni avar qilma. Yilg'u ozdirib aktivlashgan. Bütün boyini oltin bo'yagab akapasizmi? O'g'lingizning menga lozim yo'q. Siz patqan mau yurtda bizmi kunning serqini ko'rib yashaylik. O'tmish zamonda shunchaki ilinishib qolgan gunohimizga undaq to'la ani tepavermang bizni. Bundan keyin cho'lingiz taksili kelib jidal qilaveradigan bo'lsangiz, parakanda qildi deb ustingizdan arz qilaman. Shakilaning pishqan ayollardek vazmin, o'rinliq, yipqi marjon tizgandek doni gaplaridan hayron qoldim. Bu gaplar mening kallamga kelmabdi ekan. Uni undaq deydi deb texmi o'ylamagan edim. Turibla qizimdan suyunib qoldim. Hoy, mao seriq tukni texi. Ushaq tillarim chiqib qapti-ku manqa. Ayni chaqda o'g'limni sen Mikijining kendidan qaytarib kelamay tatqan jafolarim az emas mening. İşinamdim sen sho'r qurqur jin pushtiga. Eg'izingizga beqibsizlar. Chiroyli gap qilganim, davomli bo'zak assingiz bo'ladi deganim emas. Heli bekar yo'lsizlik to'yib qolmang yana. O'g'lingiz lozim bo'lgan bo'lsa, ketgan yerdan izlang. Ish qilib bizga lozim yo'q. Shapaqda bag'aq yezib taklif qilgandek g'itildab kelaverdik-na. Judonimni tutqizmay, chiqing uydan. Shakila qo'lsiz bilaklar bilan Gulbaharning maydasidan ishtirib eshikning sirtiga chiqirbatida eshikni gum qilib yopdi. Tayyorliqsiz turgan Gulbahar Shakilani unda qila deb o'ylamagan bo'lsa kerak, alaqchaloq bo'lib keyniga dajigan bilanla eshikning sirtida qoldi. Uning chiroyining ko'kirib qardig'ini, tishlarining obdalla kirishib g'o'chirlig'ini eshik yopilg'ichi bo'lgan qisqili arliqda g'ilpal ko'rinib qoldi. Shuningdan keyin Gulbahar pat-pat keldi. Har kelganda Shakila qattiq qo'rq gaplar bilan adamni berib yo'lga silib, na uning yoshli cho'nlig'ining, na yaxshi ko'rgan odamining opisi ekanligining, na o'qituvchilik obrazining yuz xotirasini qilmadi. Shuningdan keyin Gulbahar bara-bara kelmas bo'ldi-yu, o'ylabmi baxmagan ishdan birsi yuz berib, bir kuni Erpan samirib qo'saq sağan, saqallari o'sib ketgan 30 yoshli kishilarga o'xshab qolgan, mijozi texmi eg'ir besiq, sirliq bo'lib qolgan bir holda bu sog'imizda paydo bo'lib qoldi. Apamning yo'lsizliklari sababidan Urumchida qilishni o'ylashgan edi. Shu yerdan xizmat tepib, uy sitib olib, hech bo'lmasa ijara o'ltirsaqmi Shakilani yenimga akilib olib, onun bilan muhabbat gullarimizni po'rak ochqizishni orzu qilardim. U mendan o'zini qochirib, ko'rishgili olmagan mazgilda ochiqida qiydab shunda qilyotdi deb tushansam, yillar o'tgan seri yanala izdirki bo'lmasligi mendan butunlay umidini o'zgarligini izohlab qo'ydi. Keyin ochamdan ishlarning haqiqatini, opamning nomardlik qilib o'zga bergan balliq va'damni unga elib olib, Shakilaga anglatganligini bilgandan keyin uningdan bekla royim yandi. O'z bolasini azoplash bedeliga nadiki boyning qizini kelin qilish, yuz obro'liq oila bilan qudi bo'lish, jamiyatning yuqori qatlamiga tava bo'lishdek tirnoqda to'xtamaydigan orzularga yetish uchun harakat qildigan. Yana kelib vositalanmaydigan mondaq marizli ona bo'lamdi. Uning shu orzulari, cho'li to'xtamaydigan shu bahonalari mendek o'g'lining baxtidanmi muhimmi? O'ylagan seri sarang bo'lay dedim. O'ylab oxir chiqmagan seri oxir opamni ko'zim ko'maydigan, jidallarni qulqim anglamaydigan,
uning meni ko'zi ko'rmaydigan yerga ketishni o'ylab, keyingi 2 yil ichida qat'iy ta'til qilib uyga kelmadim. Shanba yakshanbalarda ishlagandan sirt, ta'tilda sirtqa chiqib savdo qiladigan odatni yetildirib oldim. Azroq yo'lni topgandan keyin Guangzhou, Yiwu, Shenzhen qatorliq joylardan kiyim-kechak, arlar mahsulotlari, kamar, soat degandek narsalarni akeldirib, bir mezgil teshik bozor atrofi, odam ko'p avod joylarda ko'tirib yurib sotdim. Akeldirgan mollarim ko'payib ketib, qo'yg'il yer topolmagandan keyin uy ijara elib, hammasini shu yerga jo'g'lab qo'yib, oz-ozdan sotdim. Ish qilib, o'qishim bitguncha terishib ishlab, pul tepibla tursam, iqtisodiy jihatda opamga taynib qolmasamla, shakllarga ega bo'la oladiganligimga ko'zim yetadi. O'qishimiz bitgandan keyin ijara uyimda besilib qolgan mollarni bir taraf qilib, so'da nuqtamni yurtga yo'tkab bo'g'icha biroz aldirash o'tdim. Uningdan keyin yurtga qaytdimda, birinchi bo'lib qolgan ishim shakllarni izlash bo'ldi. O'ylaganimdek, ular aslidagi uyda o'ltirayotgan edi. Biroq men Risolat opam va shakillar bilan ko'rishibla, atis opam o'lib olaman deb dori ichib olib doktorxonaga kirib qoldi. Opamning buncha jahil, saranliqini bilsam shakillar bilan ko'rishganligimni debmi yurarmidim. Doktorlar bir muncha haraj tartib, opamni ming taslikda qutqizib oldi. Lekin kelinkilik davolash kasbi o'rgangan mendek bir o'quvchi doktorning bilganlariga asoslanganda bu xil dori ichilib qutqizib olingan odamning organizmlarida chekinish bo'lib, immunit iqtidor ojizlab, to'la og'riqchan bo'lib qoladi. Menga to'qilmalarga ta'sir etadi. Ham asli tutish qobiliyati tuvallab, ko'pincha ahvollarda eng yaqin ishlarni unutib qoldigan. Yo'l tunish iqtidoridan qoldigan. Ig'irroq bo'lganda divanlik kasalligiga giriftor bo'lib qoldigan ish chiqadi. Opamning nemishqa buncha bola jahillik qildiganligini bilmaydim. Bir meni shakllardan ayirib o'tib, o'zi xohlagan sanamga dastitish uchun o'lish yo'lini tanlaganmi bormi? Başta meni qo'rqitib qo'yish uchun shunday qildimikin dedim. Ammo keyin qarasam, undaqmi emas. Saqiyib tamoq yegidek bo'lgandan keyin ochliq e'lon qilib, yemay ichmay uyga so'linib ketib oldi. Shunga qaraganda jahil, yo'lsiz ayollarning bolasi bo'lmoq haqiqatan taskan. Gapini anglamasam, hatto o'lim xavfi bilan tahdid silib, odamni amalsiz ahvolda qo'ydi ekan. Shu ishdan keyin dadam men tarafdan biroqla opam tarafga o'tib, uning gapini anglashim kerakligini, shakllardan uzil-kesil ko'ngil uzishim lozimlik to'g'risida nasihat qilib turdi. Azaldan opam tarafda turib, uning dipini chilib kelayotgan ochammo meni tanlikda qo'yib, opamning gapini anglamsam, men bilan oxirgacha hisoblashadiganligini aytib, ko'zimga kirib oldi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, shakllar bilan Risolat opam mening tushuntirishlarimni hech anglar emas edi. Hatto men bilan ko'rishgilimi unmay, ishni qo'g'lagandek bo'sug'ustin qo'g'lab, odamga qilmaydigan ahonatning hammasini man qildi. Burunqi yaxshi o'tgan kunlarning yuz xotirasini qilmadi. Tan olaman. Opam ularni izlab kelib parakanda qilib, opamdan qochib boshqa yerlarga ketib-olsa, telefon berib tillab, haqoratlab, mendan munosabatni uzishni talab qilib, tahdid silib kelgan ishlar tufayli shunda qilayotganligini. Ularningmi opamdan bekla qattiq azor yeganligini, mush ko'tirishib, urishib ketib, soqchixonlargacha berib qolganligini bilaman. Hem buning uchun bekli xijilman. Bu haqda Risolat opamga ko'p ko'ngil qo'ydim. Shakllardan mutul kechirim so'rab ketdim. Biroq samimiyatim ularni ta'sirlantirmakda yo'q. Ishlarni texmi yomonlashtirib etdi. Risolat opamdan gap o'ramidan bilsam, opasini shakllarni qabul qilishga qoyil qilib, o'tirdagi munosabatlarni yaxshilayolmadi degan mutoa bilan mendan norozi edi. Men qanday qila olaydim? Yelimi qo'limdan kelganning hammasini qildim. Opamkan, singlim yoki inim bo'lgan bo'lsa, ocham bo'lgan bo'lsa-mu ba'zida boshqurib, ba'zida besim ishlatib qoyil qilib bo'lar edi. Opam bo'lgan odamni ya undaq qilmay mundaq qilsam, men sening gapingni anglamayman. Sen mening gapimni anglashing kerak degili bo'lmasa,
yilimi ashundoq deb qarshilashganlarning mukofotiga ishlar bu qadar qalaymiqan bo'lib ketdi. O'lib olaman deb doktorxonaga kirib qolg'uchi bo'lgan yerda uning noroziligining qaysi darajada ekanligini bilishmi tasamas edi. Mushundoq chaqlarda Shakila hech bo'lmasa meni ozroq bo'lsa tushunib qo'ygan bo'lsa, menga madad bersa, bo'ynini qattiq qilmay, opamning oldida chiroyli ishqig'iz gap qilib, yaxshi ifoda bildirib boqqan bo'lsa, balkim ishlar hozirgidek bo'lib ketmas bo'g'iydi. Butun uydagilarning qarshiligi, Risolat opam bilan Shakilaning xato tushunishi, mendan og'rinib, orini uzmoqchi bo'lishi, Shakilaning va'dasidan yenib olib, mendan ayrilib ketmoqchi bo'lishi oldida haqiqatan iloj qilolmadim. Oxiri yuragimga tosh qo'yib, chin ko'nglimdan yaxshi ko'rdigan. Hayotimning eng muhim bir qismiga aylanib ketgan Shakiladan ayrilib ketishni tanladim. Ayrilib ketgandan keyinmi opamning yana uni izlab avora qilishining oldini olish uchun to'liq rahimsizlik bilan opamni uning oldiga boshlab berib, men, opam, Shakila, Risolat opam to'timiz darqamda turgan mahalla yuzma-yuz turib, qat'iy ayrilib ketganligimizni jakarladim. Opamning yuzlari kulkidan purishdi. Shakila pang'ida yig'ilgan peti keyniga burilibla biz o'ltirgan tomoqxonadan chiqib ketdi. O'rnidan turib, Shakila chiqib ketgan ikki tarafga menib bo'lgan. Yana joyida to'xtab keyniga burilgan Risolat opammo menga nafrat bilan chekchiyib qaradi. Unutib qolgan o'xshaysan, Erpan bolam. Sizlar necha yil burun allaqachon ayrilib ketib bo'lgan. Şoňa bugün ana bola ikkimizni bu yerga chillab chiqib, bu ishni buncha bola dabdaba bilan e'lon qilishning hojatimi yo'qdi. Bir meyib ojizaning ko'z yoshi badliga xushallik topadigan, xalqning azobi ustiga o'zinglarni g'olib ko'rsatadigan sizlardek odamlarni hayotimda ko'mabdi ekanman. Xayr. Har kim qilsa o'ziga. Shuni unutib qolmanglar. Olamning o'tnisi tutqanda qizim yig'ilgan yig'ining 10 hassini sizlar yig'lab qolsizlar. Kunlar texi olsun. Aldırmasak hammani ko'ramiz. İşning qag'ishiga pit o'lmasmish. O gaplaringiz oldimda o'siriqdan. Yig'lab qolasizlar deb ketishlardan o'rgilay. Men sizlardek xalqning o'g'lini ozdirib, yenimga aytib Apsidan uydan tandirib o'zimning qilib Shundaq turib nimasi yig'laydi ekanman? Avuchlar qizingizga deb qo'ying. Bundan keyin mening o'g'limdek gol, mulla bozak bolani hech yerdan topolmaydi. Yaxshisi 2 balası bulamdı, 3-4 balası bulamdı, 50-60 yaşlarda barmı, iş qilib olay degan birasik issig'ida tegib olsin. Bo'lmasa chechiq oq kirib, beli mukchaygacha o'ltirib qolgan. Hech qanday bir kimga qo'li yo'q cho'loq lozim bo'lib qolmaydi. Uzatmadi qamsa, avaylab maqasizlar. Apamning zahardek bu gaplari Risolat opamga qanchalik ta'sir qildi, buni bilmayman. Ish qilib, mening yurak bag'rimni o'rtab, ichimning bir yerlarini pichoq tutilgandek ich turib, muhabbatlik yuragimni laxt-laxt qilib o'tdi. Ayollarning bu qadar razil ekanligini, bir-biridan ustunlik talish uchun kishining ajillik ojizligi, jismoniy kamtukligini chlab tortishdimi yonmaydiganligini faqat o'ylamabdi ekanman. Apamni bundan keyin ularni izlab avora qilmasin deb o'ylab topgan bu charamning Shakila bilan Risolat opamning qalbiga u qadar azor berish bilan xulosalanganligini, opamdan shu qadar haqoratli gaplarni anglab olishini texim o'ylamagan edim. Opamning gaplarini anglagan Risolat opam lamjim demasdan levini tishlagan peti keyniga burilib Shakilaning keynidan chiqib ketdi. U keyniga burilayotganda ko'zlaridan tamchilagan yoshlarning burdumlab sanqiga tushganligini ko'rib turdim. Shuningdan keyin Ürümchiga ketish xiyollarimmo opamning kuchli qarshiligi. Dadam bilan ochamning uni qo'lishi bilan joyida bisqib qoldi. Hech yerdan xizmatni izlamadim. Sodamni tashlab o'tib, pulni topmay, dadam bilan opam bergan pullarni xajlab, og'inlarim bilan diskoxona, qahvaxona, kechilik klublardan kelmay, namuna lag'aylab o'ynashga boshladim. Menga nasihat qilib, tuzilib qilishimni kutib to'la yig'lab borgan opam o'z yo'l menib menga xizmat o'qishgan bo'ldi. Uning zo'ri bilan bir necha cho'ng shaxsiy doktorxonalarga berib boqdim. Biroq endi o'qish bitirgan. Xizmat tajribasi yo'q. Doktorlik unvoni yo'q. Mendek bola doktor undaq doktorxonalarda faqat yuguritim ishlarga. Yordamchi doktorlikqa,
yoki har qaysi bo'limlarning operatsiya uyining davolash buyumlarini yig'ishtirib, ratlash, qayta to'liqlash ishlariga yaraydi ekanman. Xeyli mezgil tirishib ishlab baqqan bo'lsam-mu, hech birasi chashqonga chaqliq biror jonivorni mavuning kesilini ko'rib davolash qil deb menga buyruq bermaydi ekan. Bu xizmatlardan royim yenib ishqimni bağım kelmadi. Shunday qilib, orqa-orqadan xizmatni tashlab, opam ming tarafga qatirib yurib, aron tas topgan vaqtli xizmatlarning hammasini egisiga o'tkazib berib, yenib kelaverdi. Muhabbatnoma 27-qism. Shunday kunlarning birida opam yana shaharlik doktorxonaning ichki kasalliklar bo'limidan xizmat uchuri bo'lganligini. Bu bo'limning mudir vrachning oliy maktabni bitirgandan keyin boshda odam yaratmay to'y qilmay, keyin oldig'anga odam chiqmay o'ltirib qolgan bir qiz borligini. Agar shu qiz bilan to'y qilishni xohlasam, bu xizmatni menga umrlik temir tavoq qilib bekitib berishning amalini qildiganligini. Bu gapni shu mudir vrachning o'z ig'izi bilan aytganligini. Rasmlarni ko'rib, o'qish tariximni so'rab yerib qolganlik qatorliq ahvollarni so'zlab, qarmoqla mendan 4-5 yosh cho'ng ko'rindigan. Yosnishlari Lady Gaga'dan qilishmaydigan chiroyi satli bir qizning rasmini ko'tarib keldi. Bir qarabla rad qilib etdim. Qiznila emas, xizmatnimi? Ma'qul desamla mening bo'lib umrlik temir tavqimga aylanadigan oltin kursdek o'rnimni rad qilib etdim. Har qancha bo'lsa-mu xizmatga erishish, shtatliq doktor bo'lish uchun xalqqa ichki yo'g'il bo'lib, hech kim ammay xilinib o'ltirib qolgan qarsa ochimdanmi cho'ng ham satbirsini xotinlik ep o'ltiramanmi? Turmushning ehtiyoji debla to'y qildigan taqdirdimi namzat ko'ngildagidek yo chiroyi yo mijozi bo'lishi. Mendan kichik bo'lmagandimi tang qo'rliq bo'lishi kerak-ku oxir. Men rad qilib o'tgandan keyin opam bir mezgil jimib qoldi. Biroq shu jimib qolgan mezgillarda Astriddan yilqi qizning uydagilar bilan ko'rishib, ikkimizga uchrashish o'rlashtirib yuribdi. Anglab qo'rqib ketdim. Biroq chiqmayman deyish ulguramadim. Chunki shu chaqda opam ikkimiz allaqachon ularning uyiga kirib bo'lgan bo'lib, bu yon mangashimizda xizmatdishim og'rib qopti, billa berib yo'qlab kelimiz, seni ko'gis baydi deb boshlab mangan opam meni udul shu qizning uyiga ep kelgan edi. Shu qiz ekanligini bir savat loyildek paqpib turgan chichidan qani ishkandek surgan qiyib qizil lab surxi. Hozirli sahnaga chiqqanda qavagan grimlari, mo'rlari, kindik ochiq kiygan kiyimlardan bir qarab tunib oldim. Cho'qamdan buz chiqib ketdi. Men opamni mening xabarim yo'qla bir holda meni bu yerga boshlab keldi deb o'ylabmi boqmagan edim. Erpanning to'y qiladigan bo'lganligini opamdan angladim. U mendanmi bak azoblanib, ko'zlariga liqqid yosh ib turib, menga shu gaplarni qildi. Dal shu mezgilda beshimizga tog' yiqilgandek bir shum xabar kelib, o'ltirayotgan uyimizdan ayrilib qilish xavfi bizni sarosimiga sep qo'ydi. Aslida opam doktorxonadagi xizmatidan istifa bergandan keyin ayni chaqda bizning o'ltirishimizga bergan uyni doktorxonaga qaytarib berishimiz kerak ekandik. Opam istifa bergandan keyin u uyda opamning xizmatdoshi Aynur Hadam o'ltirgan bo'lg'ashqa, doktorxona taraf bizni uyni bekorlab, egidorchilik qilish huquqini Aynur Hadamga o'tkazib berdi deb qaragan ekan. Aynur Hadam uy ijarasini to'layotganligini doktorxona tarafga demagashga, bu ishlar shu xilda davomlashib kelib, hech kimning diqqatini tortmagan ekan. Hozir opam ikkimiz Beijingdan qaytib kelib, Aynur Hadammo boshqa uy setib olib, uyimizdan ko'chib ketgan bo'lg'ashqa, doktorxona bu ishni qaytadan tekshirib chiqib, hozir bu doktorxonaning xizmatchisi bo'lmagan opamdan bu uyni hukumat igidorchiligiga qaytarib berishni talab qildi. Yo'q deyishga haddimizmi?
shuncha yildan beri surishtirmay bu uyni bizga qo'yg'ini bir hisobda bizga kamchilik qilg'ini hisoblanadi. Endi bekorlab bermay amolimizmi yo'q edi. Biroq ko'zsak nada turimiz? Himoyatsiz ona bola ikkimiz qayerga boramiz? Dadamning tuqqanlarining holi shu. Eshakning ko'tiga oftob tushsa, olqinini tutishdan yonmaydigan. Mo'ljallik foyda uchun tuqqandarchilikdan voz kechadigan haqlar. Ularni izlagandan dalg'i kaptiklab shu yerda turganimiz yaxshiroq. Apamning tuqqanlari bo'lsa yiroqda. Bu musig'u barimiz desakla quchig'i biz uchun mangu ochiq ham mehrlik edi. Navbatdagi muhim iqtisodiy masalani ko'zda tutib, sirtdan uy ijara elib turib, Beijingda qilgan ushaq tijoratni mushu yerda boshlash qaroriga keldik. Doktorxona tarafga 15 kun ichida uyni bekorlab topshirib berish haqida va'da berib qo'yib, apam bir yoqdan uy izdigash, yana bir yoqdan tijorat qiladiganga o'rin o'qishdi. Men imtihon orqali xizmatchi qabul qiladigan idora organlarining uchurlarini surishtirib, imtihonga tizimlatib, o'zimni sinab beqish uchun palaxishib yuratdim. Ammo oliy maktabga o'tgan chog'dagiga o'xshash xushalliqlar endi bo'lmay qoldi. Maktabda o'qiydigan chog'da putumda yozalasam-mu, ish qilib xat o'qib yozolganim uchun o'qib ketaligan edim. Biroq xizmatchi oladigan chog'da ikkili qo'li yo'q mendek bir meyib qizni hech qanday idora og'ili unimaydi ekan. O'qish tariximning qanchalik yuqori bo'lishidan, qancha chiroyli va qancha qobiliyatli bo'lishimdan qat'iy nazar, hech qaysi o'rin meni ishiltishni xohlamaydi ekan. U da 10 necha idoraning xodim qabul qilish imtihoniga qatnashib beqib, mag'lub bo'lganimdan keyin bu haqiqatlar oldida tan bermay amolim bo'lmadi. Yana tirishsam, natijasi o'xshash chiqadiganligi ko'nglimga ayon bo'lib qolgan edi. Shunga ortiqcha tirkashmay, taqdirimga tan berib, apam bilan birga ushaq tijorat qilish niyatiga keldim. Afsus, yurt makonimizdan ayrilib, sarson, sargardan bo'lib, shuncha tirishib, jaboliq o'qigan 5 yillik oliy maktab hayotim. Apamning bu jarayonda chekkan jafolari ham to'lagan badallari, ketgan shu pullar behuda isrof bo'lganiga barobar edi. Bularni o'ylab ma'yuslanganimda yana shu ko'yimchan apam chechimni silab menga tasalli beradi. Oliy maktabda o'qish faqat temir tovoqqa ega bo'lish, qaysidir bir idoraning xizmatchisiga aylanish uchun emas deb buralda aytgan edim sana. Ular ishlatmaymiz degan bo'lsa hech qisi yo'q. Hech bo'lmaganda oliy bilim yurtida o'qib, xeyli kishilar erishamagan o'qish fursatiga erishdi. O'rgangan bilimingga tayinib nima ish qilay desan qila olaysan. Hech ish qilmagan taqdirdami bilimlik odam degan jamiyatga har qanday bilimsiz odamdan farqlanib turdi. Eng muhimi, oliy ma'lumot ko'rgan kishilarning qalbi go'zal, kishilik turmush qarashi, masalalarni o'ylashi hamda bir taraf qilishi bilimsiz kishilarga qaraganda ko'p joyda bo'ladi. Xizmat topolmasang ish qisi yo'q qizim. Men seni o'qitganimdan hargiz pushaymon qilmayman. Hayotni so'yib, o'zimizni so'yib ham qadrlab yashasak, shuning o'zi eng katta ish. Ma'ayli desak yo'l degan tepiladi. Beijingda qilgandek ushaq yemaklik tijorat qilsaqmi bo'ladi. Ish qilib ana bola ikkimiz mo'rni-mo'riga taraf kurash qilsaqlar, yengilib bo'lmaydigan qiyinchilik yo'q qizim. Apamning bundaq gaplari menga bitmas tugimas kuch va ishonch bag'ishlaydi.
Şunmu özümni azaldan yar yulaksiz, himaysiz his qilib baxmagan edim. Sirtdan uy ijara elib ko'chib chiqib, bir qator saramjonlashtirib olgandan keyin aslidagi uyimizdagi ortiq jabduqlarni elishiga setib etib, g'amdan xalos bo'ldik. Uyning 2 oylik ijarasini oldin to'lagandan keyin amdig'ini tijoratning yo'lini qilayli deb turganimizda Erpanning to'y qilganlik xabari keldi. Bu xabarni boshqa biri emas, dal uning apsi Gulbahor degan ayol ataydan telefon qilib bizga yetkazib, mening etishib turgan ko'ngil yaramga tuz sepishni unutmagan edi. Boshqalardan anglasammi, hamon bir kuni xabar topadiganligim aniq bo'lgan bu ishni vaqt ichidan vaqt chiqarib o'zimning yetkazganiga qaraganda hali hamma Erpanning men tarafga o'tib ketishidan ansiraydiganligi ayon bo'lib turadi. Ammo ular bilmay qolgan ediki, men uncha g'urursizlardan emas edim. Mendan tangan, umrlik deb va'da berib bo'lib, va'dasiga amal qilolmagan, apsi bir yoqdan qizg'inib talishib, o'zi bir yoqda yaramaslik qilib, muhabbatiga ega bo'lishni bilmagan undaq odamning menga haqiqatan keragi yo'q edi. U ayolning gaplarini o'yin chiqamay, jimmida turib angladim. Anglab bo'lgandan keyin javobimni kutib, jimmida turganini nazarga ilmayla telefonni qo'yib etdim. Shu qitimmi ichim achchiq bo'ldi. Bakla achchiq bo'ldi. Lekin yig'lay debmi, yig'layolmadim. Qaraganda tash yurak bo'lib ketgandek, Erpanni hayotimdan butunlay siqib chiqarib etgandek turatdim. Yana bir tarafdan uning to'y qilganligini anglab, zimmamdagi bir og'ir yuk elib etilgandek bo'lib, yengillab qolgan edim. O'z pamimchi bo'lganda, buningdan keyin ular tarafdan mayli apsi bo'lsin va mayli o'g'li bo'lsin, hech kimmi bizni izdamaydi, avar qilmaydi. Lekin bu qarashimning xato ekanligini isbotlab, uni to'y qildi degan kuni kechda opamning telefoni tinmay sayradi. Ammasiq qayta uraverdi. Alsaq, Erpan g'irq mas holatda ig'zidan gap tushib qolg'idek bo'lib, nimalarnidir deb go'ngrab, o'kirab yig'lab, men bilan ko'rishadiganligini aytib turib oldi. Uning bilan ko'rishkim yo'q edi. Ish bu darajaga yetganda ko'rishgan bilanmi hech ishni asliga keltirgili bo'lmaganini azdab beshimizga bittirib olatdik. Shunga opamning yonfonini etib-etibla besiqtirib etdik. Shuningdan boshlab udan necha kungacha yonfonni o'chib qo'yg'ili bo'lmay qoldi. Echildimi bo'ldi. Erpanning telefon urg'ini urgan edi. Uningdan keyin Gulbahor degan ayolmi telefon qilib, harang-sarang gaplar bilan tillab, oromimizni buzib turdi. Deyishcha, o'g'li to'y qilgan bilan kelin bo'lmish qizga yaqin yo'lamay, hatto to'y bo'lib hozirga qadar hujrasining bo'sug'isidan atlab baxmabdimish. Buningga men sababchi emasmish. Menda nima gunoh? To'y qilsang ayolingga yaqin kelma. Hujrangga kirmay boshqa yerda yot deb men o'gitib qo'ydimmi? Nimandaq hamma ishni mendan ko'gili oron turadigan haqda bu.
tushundirsam u gap uqidigandek emas. Men chiroyli so'zlagan seri pozitsiyasini o'zgartib, xuddi men u haqqa qarzdordek ching-ching so'zlashlari qiziq. Yuvashtirib pasam bo'zaq qiladigan alfazi o'zgarmaydigan u haqqa ig'izimni o'piratqim kelmadi. Shunga yuzimni qayrib yetibla menmi til soldim. Xotiningga yaqin yo'lima deb o'g'lingizga men o'gitib qo'yibdimanmi? So'rab yiqinga o'zidan. Yilqi chaqda ada juda bo'lishqancha soyisini ko'midim uning. Ezib tezib tushimga kirib boqmadi. O'zinglarning ishini yaxshi hal qilolmay, nimandaq bizni la avor qilisizlar. O'tib teshib, musha ishnimi mendan ko'rsangiz, endi jixiya o'lib yaltirib qolsimi mendan ko'radigan o'xshamamsiz? To'la saprayimni o'rlatmanga acha. Yemang yegizaman, demang to'yg'izaman deb tikan ko'ngla. Siz mushundaq nahaq o'val qilib azar beraversangiz, achchig'im tutgan bir kuni o'g'lingizni ozdirib akavamay yana. Bilasiz, men ha desam u ozg'ila tayyor. Shunga ishni loyiqida besixson desangiz, endi telefon berib avar qilaverman. Yana bir qitim deb qo'yay. Yiliq chaqda sizlar bizni tamoqxonaga chaqirib, ada juda bo'lishqanning yoqi yo'lladimi o'chirtib baxmidim. Endi ko'nglingizni tindirsangiz bo'ladi. Menga o'g'lingiz lozim emas. O dünya bu dünya lazım emas. Muhabbatnoma 28 qism. Shundaq deb telefonni qo'ygandan keyin udul berib, boshqa bir telefon kartasi bejirib, hozir ishlatayotgan kartini nomimdan o'chirgizib etdim. Apamning yanfon kartasini almashtirg'izib, yangi karta bejirib berdim. Lekin ish buninglik bilan tugimadi. Uyimizni qandoq topdikin? Uchurimizni qandoq egiladikin tang? Necha vaqtdan beri qarisinimi ko'magan bu xo'jamning yangi to'y qilgan ayoli ijar o'ldirgan uyimizga izlab kelib, erimni chiqirib ber deb jidal qiladigan gap. Külmay desammi, külgim keladi. Men buning yerini nereden chiqirib beraman? Ya bir sehrgarlikni bilmasam, shilapining ichidan, sandiqning kaynidan, qo'ynimdan yoki o'tikning ichidan chiqirib beray desam. Ammo sat bo'libmi, shunchalik sat ayolkanki u. Chiroyiga qarsam, necha yillardan beri o'zmay ichib chekkan. Hamma ishtibol lukchak mijaz, lukchak chiroyli turadi. To'ya Irfon, dedim ko'nglimda. Buning hazazul anasi tanlab oxiri o'g'lini tazga uchirtib qo'ygan edi. Mushundaq sat, chiroyi qo'rqinchli bir ayol bilan qandoqmi bir uyda turmush kechira. Shularni o'ylab, Irfonning uyiga kirgili unimag'inimi to'g'ri tushunib qoldim. Shu kunki ishlar loyiqida hal qilingan. U ayol mening Irfon bilan allaqachon o'zlashib ketganimga ishongan bo'ldi. Biroq opamning arami shuning bilan buzildi. Bo'ldi. Narsa keraklarimizni yig'ishtirib Urumchiga ketaylik. Shu taraflarda bizga jambaqadek biror yo'l chiqib qola. Bu yerda turaverib u haqning bo'ziga bo'lib ketgudekmiz. Ya bizga ishonmasa, ya o'g'lini o'g'il qilib uyga qaytirib kelamizsa, andin kelib bar ochiqni bizdan olsa. Shunga talashqanlarning hammasi o'ziga qolsin. Ularning ko'zidan bir yo'qlaydi zoti. Shundaq dedi opam. Menchimi bu yurtning amda tatishqidek hech nimasi qolmagan edi. Ishlarning mundaq bo'lib ketishini boshda bilgan bo'lsak, Beijingdan qaytib kelmaydiganmi ishgan asli. Qayta o'ylanish. Bir talay ikkilinishlardan keyin oxiri Urumchiga ketadigan bo'ldik.
bu yerda tijorat qilamiz debmi yurmay. Qo'limizda qolgan narsalarni elishiga setib, ep ketadigan yig'ishtiribla bilet ilib, hech kimga deb qo'ymay, hech kim bilanmi xo'shlashmay, g'ippidik ketib oldik. Ana shuningdan keyin biraqli ko'nglimiz tinib, beshimiz saqaydi. İnsan yo'qning dardini-mi, barning g'amini-mi, ayrilishning g'aribligini-mi, yurtidan ayrilganda to'liq his qiladi ekan. Örümchiga kelganimiz yurtimizdan ayrilganning ikkinchi qitimligi bo'lganligi uchun har holda ideyamda tayyorlik bor edi. Shundaqdimi yot bir shaharga singib kirib, shu yerda notanish kishilar bilan rizq talashib kurash qilish. Bir yuan tepib bir non ilib yeyishning halakchiligida tinim topmay tirishishning o'zi ba'zi mushkul ish ekan. Ana bola ikkimiz bir-birimizga hamdam bo'lib, bu kunlardan o'tib ketdik. Oshxonalarda ishlab qoch yuygan, ko'ktat adolagan, ko'chalarda yayma echib meva sotgan, yoz kunlari kashlik bozorlarda langpong, nuqut sotgan, cho'chira o'giri chiqarib, kashlik bozorining bir a'zosi bo'lib o'tgan kunlarni o'ylasam, o'zimni haqiqatan bak mazmut, chidamliq his qilardim. Bechora qizim menga agishib, ko'p jafolarni chekdi. Kashki ikki qo'li bo'lgan bo'lsa va kashki dadasi hayot bo'lgan bo'lsa, shunchalar ig'ir kunda qepmi yurmas edik. Urumchining qishi to'limi dahshatlik. Qor degan oyimay yig'ib qo'ydi. Ba'zi kunlar oqshimi bir chiroyliq yeb qo'yib kirib ketgan uyning eshigini yig'ib do'lishib ketgan qorning ko'pligida atis adiganda echib sirtqa chiqqanimi bo'lmaydi. Bundaq dahshatli so'g'uq bo'g'ili tursa, hafta-haftalab sirtqa chiqqanmay, uyda barni yeb, mashka o'tni bo'lishiga qalab qo'yib, aram elib yetib ketamiz. Shuningdimi dardi chiqmagan qishning yenimiz quruqtilib, yeydigan ichadiganimiz tugab, pul topmasak zodi bo'lmadi degdek holga yetganda, ondan kuni oxirlashadi. Bu qishmo shundaq bo'ldi. Har kuni qor sho'rg'anlik havorayi ko'rilaverib, bozorga chiqish mumkin bo'lmadi. Ko'p yillardan beri so'g'a yaqin turib ishlayverganlikdan bug'um og'irg'i bo'lib qolgan edim. Mushu so'g'uqda zo'rlab turib bozorga chiqsam, kashda o'zimni nada ko'rishimni bilmaydim. Men og'irib yetib qolsam, bor jafo shakilaga bo'ladi. Shunga yenimizda barni oyab qajlab, havoning yaxshilanishini, qishning oxirlashishini kutib yotdik. Qandig'ini qandoq qildi bilmadim. Shu kunlarda Shakila to'r savdosi deydigan bir gapni paydo qildi. Bu degani yanfundan foydalanib mal sotadigan, o'zi mal saqli tez yo'lanmalarga, pochtxonalarga bormisimi, asli mal chiqardiganlarga zakaz uribla, pul to'lagichining qo'liga mal yetkazadigan, vaqt ketadigan, lekin dasmay ketmaydigan, pul topqili bo'ladigan bir ish ekan. Uyda bekor bo'lgandan keyin qilib baqsa baqsin dedim. Kim bilsin? Keyingi ayda oldingi oylik sap foydasini hisoblab beqivedi, mening taladan kirmay yerib echib ishlab 3-4 oyda topadigan pulimga tang bo'lib qoldi. Uning gaplarini anglab, qo'lig'imga ishonmayli qoldim. U shuningdan keyin to'r savdosi deydigan bu ishga kirishib qoldi. Jismoniy kamtikligini nazarda tutib, qolaysizlik bo'lib qolmasligi uchun uyga mal besolmay, zakasni xaridordan elib, mal chiqarg'uchiga yo'llab yurib, xeyli ishning epi-jepini bilib oldi. Para-para mangami o'rgatdi. Keyin cho'ng-cho'ng markalarga vakolatchi bo'lib, mal tushirib uyga besib qo'yib, zakaz berganlarga meni avatib mal soldirib yurib, o'zi xo'jayin bo'lib, meni ishlamchi qilib oldi. Ammo men buningga rozi edim. Shu mazgillarda yarim yilda topgan pulimiz Urumchidan bir uy setib olishga yetgan edi. Bu ishlarni ko'rib turgandan va o'zim bevosita qatnashgandan keyin qizimning qobiliyatiga qo'l qo'ydim. Agar u mushundaqda tirishadigan bo'lsa, buningdan keyin iqtisodimizdami, uning kelgusidanmi g'am qilmaydim. Uyda o'ltirib pul tepib, uyda o'ltirib xajlaydigan kunlarimiz yetib kelgandan keyin jismoniy jihatdan charchamaymi, guldak turmush kechiradigan bo'ldik. Erpanmi, Gulbaharmi bizni avar qilmadi. Keyincha Shakila atrofiga bir muncha ushoq vakolatchilarni yig'ib, o'qish puli elib to'r savdogar tarbiyalab, yangidan bozorga selingan har xil turdagi mahsulotlarni o'zi bosh bo'lib tashviq qilib setib, hatto bevosita tarqatib tashviq qilib, savdo so'masini dastlabki mazgildagidan necha hassa qatladi.
uning ishki qo'li yo'q bo'lsa-mu, putlari orqali o'ziga yoki boshqa qizlarga girim qilgandagi ko'rinishlari bevosita tarqatishga eng ko'p ko'riladi. Uni qo'llaydigan, tashviq qiladigan mollarini setib oldiganlarmi intayin chiq edi. Uyg'urlar orasida ancha taraqqiy qilmagan, ko'p odam bilmaydigan, lekin ishkiri o'lkalarning savdo sohasida allaqachon yengil hisoblanmaydigan bu tor savdosi va bevosita tarqatishlarni shakila eng dastlabda har xil bevosita tarqatish detallaridan foydalanib, keng umumlashtirgan bo'lib, uning ta'sirida bu sohaga qo'shilganlarmi bak jiq edi. Balki men bilmaydigan boshqa qizlarmi bu sohada burundan bor bo'g'itdi. Lekin mening biladiganim, faxrlanadiganim qizim Shakila edi. Shu ishlardan keyin iqtisodimiz biroqli yaxshilanib ketdi. Men talot o'ziga chiqib, jafo tortishdan xalos bo'lib, aramga chiqib qolgan edim. Faqat Shakilaning kirqatlarini yuyib, lozimliq narsalarini taxlab berib, tamig'ini etib, chayini damlab, sirtqa chiqadigan ishlarga asqasamla, boshqa ishlardan g'am qilmasam bo'ladi. Hayotimning o'zgarish nuqtasini tepib olganimdan xushalman. Uydan chiqolmay, telefon o'ynab yotgan shu kunlarda oliy maktabdagi bir saboqdishimning tavsiya qilishi bilan sinab baqqan tor sodisi. Shuningga qiziqib qolgandan keyinki ixtiyorsiz maftun bo'lib qolgan bevosita tarqatish mening hayotimni biroqli o'zgartdi. Tunji qitim sinab beqib, hafta ichida necha 100 yuan pul topgandan keyin menga eng mos keladigan ishning mushu ishkanligiga ko'zim yetdi. Shuningdan keyin izchil ko'ngil bo'ladigan, bosh qotiradigan ishim mushu bo'ldi. Oxiri o'z kuchimga tayinib pul topa oladigan, opamni rohat turmushga ega qila oladigan, jafodan qutuldira oladigan bo'ldim. Ko'z oldimda bo'layotgan o'zgarishlarga, kundan kunga yaxshilanayotgan turmushimizga qarab xush bo'lib qolatdim. Sodinimi qilgan seri yo'l ichilgan seri rivojlanib, atrofimda qo'lg'ichilarim, mastonlarim ko'payib bormoqda edi. Hayron edim. Men pul topgandan keyin to'r sodisi va bevosita tarqatishda o'zimga tushliq obro'y topgandan keyin hech kim meni kamsitmaydigan, meyib deb qaramaydigan bo'lishgan edi. Boshqalarni rag'batlantirmoqchi bo'lsa-mu, meni misol qiladigan, tillamoqchi, og'rinmoqchi, bo'lumsizligidan koyimoqchi bo'lsa-mu, meni misol qiladigan bo'lib bilishgan edi. Haq nima desa desinki, hammasiga parvoyim palak holda o'z nishonimda ushqandek ilgirlayotdim. Samandarni eng dastlabda mushu sahada uchratdim. U mening bevosita tarqatishda setish piri ishkanligimni, qo'lsiz bilaklarim bilan putlarimga tayinib girim qilish, kiyim moslashtirish, har xil mahsulotlarni o'z layoqatida tashviq qilib setishda qobiliyatim borligini anglagandan keyin o'zi bevosita tarqatishimga kirib ko'rib beqibdi. Demisimi, shu chaqlarda men bevosita tarqatishda o'ttirga chiqargan mahsulotlar tez bo'lsa 2 soatning ichida, osti bo'lsa 2 kunda setilib tugaydi. Bevosita tarqatish butun jarayonida davlat tilida so'zlab, to'lraqi o'zim qo'l silib tunishtirib, bakmi alohida sifatlar bilan qiziqtirib, bevosita tarqatishimga kirganligi odamni asosan mol sotmay chiqarmag'ili tasliq qiladi. Samandar girim buyumlari sohasidagi xeyli danqiba bir shirkatning liderining o'g'li bo'lib, oliy maktabni bitirgandan keyin dadisining egiligini qo'liga olgan va shirkat markasida bir yurish girim buyumlarini tadqiq qilib ishlab bozorga sag'an ekan. Ammo tashviqot usuli joyida va yetarli bo'lmaganlikdan mahsulotni setib chiqarishda bir oz qiyinchilik bo'lib,
taza yurishtirolmay qapti. Shu kunlarda biraylar meni uningga tavsiya qilib, uni men bilan aloqalashib, o'z mahsulotini bevosita tarqitishda tashviq qilib setib berishga ko'ndirsa, ishlarining yaxshi bo'lib ketadiganligini aytibdi. Shunga u mening bevosita tarqitishimni o'z ko'zi bilan ko'rib baqqandan keyin, ondan tarqitish akkauntimga xat qoldirib, men bilan aloqalashmoqchi bo'lgan ekan. Biroq men har kuni aldirashchilik ishida yurgashga, u da 5 kungacha u qoldirgan xatni ko'may, oxiri mening vakolatchilarim orqali Ündidar nomerimni tepib, men bilan aloqalashibdi. Samandar bilan dastlab paranglashganda faqat chiqishamaydigandek, sodining ishlarini tuzuk deyishamaydigandek tuyulib, gaplariga toza eran qilgim kelmadi. Yani kelib, umu gapning postkalasini demay, odatda boshqalarning mollarini vakolatdan tashviq qilishib bersam, qancha pul haq oladiganligimni, vakolatchilik ichida mol sotsam, foydaning qancha persentini oladiganligimni, tashviq qilish berilgan mollarni odatda o'zim ishiltib boqadigan yoki ishiltib boqmaydiganligimni, ishqilib ushaq tafsilotlarning hammasini zerikmay so'radi. Boshda hamma gapiga to'liq ham rozi qilarlik javob berdim. Bara-bara so'raydiganlari ko'paygili turib edi, ichim pushdi. Ahmanchi boyvachcha bekor qilib meni qasddan gapga silyotidi deb o'yladim-da. Men bek aldirash. Bir kunlik ishlarimga mushu bir kuni yetkazib bo'lolmay, ba'zida yig'lig'idek bo'lib ketaman. Shunga ishingiz bo'lmasa, to'la gap so'rab meni avar qilmasangiz. Kechiring, sizni yuvatdim deb xat yozib qo'yib, shu hamalla uni Ündidarimdan yuvatdim. Hayal o'tmayla yanofonim sayridi. Natanishli bir nomer. Ortig'ini o'ylamay telefonni oldim. Muhabbatnoma 29-qism. Birdamda Ündidarni yuyitib nima qilgan qilqingiz o? Siz aldirash bo'lsangiz, men ko'timni aptab silib yatmayman. Bilsangiz sizdan o'tayman aldirash. Gapning 5 chiqmas yuvatgil aran turmay, qo'shinglar tez, deyishgan gapga cho'ng savdo qilamiz. Bu Samandarning ovozi edi. Uning ovozi jarangliq, to'rliq bo'lib, gaplarni xuddi diktorlardek to'shqizib, dona qilib so'zlaydi. U deydiganlarini deb bo'lib, mening javobimni kutmayla telefonni qo'yibdi. Ajabsinib turganimda Ündidarimga qo'shish uchori kelib, texi bayili yuyivatgan Samandar tizimlikning beshiga undi. Ko'nglim toza xolimsimi, uni Ündidarga qo'shdim. Qo'shishim bilanla uning bayqi jarangliq ovozi yana keldi. Mundaq gap. Men yaqinda Nazpari markasidagi girim buyumlari bilan chash yuyish, asrash buyumlarini ishlab chiqarib bozorga solgan Guldar girim buyumlari shirkatining direktori bo'laman. Ismim Samandar. Mahsulotimizni ishlab chiqarib bozorga solgandan keyin bir bo'lik tashviqot usullarini qo'llanib tashviq qilgan bo'lsakmi, bozori toza yaxshi bo'lmadi. Vakolatchilik shaklida setishni yo'lga qo'ygan bo'lsakmi, bular yangidan bozorga chiqqan mollar bo'lg'achqa ko'p odam bilib bo'lanmadimi, ish qilib setilish toza ko'ngildagidek emas. Vakolatchilarga shu biz tashviq qilib mahsulotning donqini chiqarib bermasak bo'lmaydi ekan. Cho'lponlarni obraz vakili qilib, yilda necha million pulni bekordilla ularning cho'ntagiga tashlashni men xohlamadim. Shunga hozir naq bozorga tushgan, hamma odam biladigan ham qiziqadigan, mahsulotning jonga asqatadigan taraflarini xaridorlar bilan vakolatchilarga bevosita ko'rsatib beradigan, ularning ko'nglida haqiqiy ishonch turg'iza oladigan, hammalarni mush mahsulotlarga eng tez suratda qiziqtira oladigan bevosita tarqitish tashviqotini asos televiziya e'lonlari, radio e'lonlari ham ko'cha e'lonlarini qo'shimcha vosita qilib bir tutash tashviq qilaylikmikin deb maslahatlashgan. Bevosita tarqitishda sizning tashviqot usulingizning eng qoltis ekanligini anglab, shuni siz bilan aloqalashdim. Agar hamkorlashishni xohlasangiz, hamkorlikqa doir ishlarni maslahatlashib baqsaq degan umiddaman. Uning gaplarini qayta angladim. Uni
gaplarni qog'ozdek bir narsaga yezib ilib, ondan menga o'qib beryaptamdikin desam deydi. Ishqilib gaplar shunchalik o'rinliq, tushunishlik ham jarangliq edi. Agar uning aytganlari rost bo'lsa, bu haqiqatanmi cho'ng bir sodada qiladi. Mundaq sodada vakolatchilik ichida mal satsam, payda xeyli qoldi degan taqdirdimi, men yanada ziyon tatgan hisoblanatdim. Shunga bir haza o'ylanib turib qoldim. U javobimni so'ylab, bir necha qitim gap qilgandan keyin so'z qoldirdim. Aldı bilan mahsulotingizning tushuntirilishi, ishlatgan xom ashyosi, o'sin go'zallashtirish jihatlaridagi unum tafsiloti, bevosita setish bahasi va vakolatchilik baho jadvali, ishlatishda diqqat qilishga tegishli ishlar haqidagi uchurlar bilan ta'minlasangiz, ondan mahsulotingizdan menga bir yurish ta'minlab bersangiz, o'zim ishlatib yiqib, unumini siz ta'minlagan uchurlardagi unum tafsiloti bilan selishtirib kelsam, unumi haqiqatan yaxshi bo'lsa, ondan hamkorlashib tashviq qilishib bersam, munosabatli ishlarni shu chog'da deysak bo'ladi. Agar siz ta'minlagan unum uchuri men mahsulotni ishlatib his qilgan bilan o'xshash chiqmay qolsa, bu mahsulotni tashviq qilishga qatnashamayman. U chog'da menga ta'minlab bergan mahsulotning pulini sizga urib berman. Sizcha mushunda qilsak bo'ladimi? Bakli astoydilkansiz. Bo'ladi. Siz degandek bo'lsin. O'rningiz qayerda? Malni qanday yetkazib beraman? O'rnim Urumchi shahri, Tianjin rayonida. Sizningchi? Oy, mening o'rnim Urumchida. Orliqimiz yaqin ekan. Undaqda sizga adresimni yo'llab bersam, sizga aplik bo'lsa, xizmatchingizdan birasiga buyurib, uyimga avatib bersangiz. Uningga qulaysiz bo'lsa, tez yo'llanmadan sepasingizmi bo'ladi. Qaysi qulaylik bo'lsa, shunday qilaylik. Bo'ladi. Amsa adres uchuringizni saqlay. Shu kuni kechda uning shirkatidan bir xizmatchi 3 yurish grim bo'yimi bilan chach asrash, yuyish mahsulotini akab berdi. Lekin shuncha qarashtiribmi, mahsulotning tafsiliy tushuntirilishini faqat topolmadim. Unutib qolganmidi desam texi. Xaltiga samay qo'yganmidi desam texi. Shuning bilan yana samandarga so'z qoldirdim. U vaqt kechilik bevosita tarqitishni taqab bekor bo'lgandan keyingi chaq bo'lib, kech soat 2 bo'lgan edi. Uxlab qolganmidi deb ishkilinib, yo'llagan uchurimga ayolshimayla javob qaytdi. Yo'q, texi, sizni saqlab uxlamadim. Meni saqlab xat yozganligimni bilamdingiz? Ha, chunki mahsulotlarni avatib, tafsiliy uchurlarni avatmadim. Nimishqa? Menga ishonmaganingizmi bu? Undaq emas. Konularda men anglagandan bir ko'rgan a'lo degan gap bor. Men ta'minlaydigan tafsiliy uchurda mahsulot unumi bakli aniq qilib tafsiliy xotirlangan. Qop va quti sirtiga yozilganlari eng qisqartirilgan qismi. Bularni sizga bersam, mahsulotni ishlatish jarayonida shuningdagi tushuntirish bo'yicha diqqat qilib olasiz. Buni bermasam, sizmi bilmasangiz, o'zingiz erkin ozod holda unumi qanday bo'lsa, shunday bet his qilasiz. Ularni bir hafta ishlatib beqib his qilgan unumni tafsiliy xotirlab qo'ying. Uningdan keyin qo'limdagi materiallarni avatib beray. Selishtirib beqing. Shu maqsadda bularni avatmadim. Ataydan plan tuzib, bakli qoyib ketdingizmi qandaq? Yo'q, astoydillikni sizdan o'rgandim. Gap qilmadim. Qarmoqla kishiga mamadandek tuyg'u beradigan bu odam kishining tishini qirishtiradi. Hamkorlashiman degan odam yuvoshlik bilan men talab qilgan narsani ta'minlab bermay, nima gap o'ynatish deyman-da. Ammo bir ozdan keyin o'ylab baqsam, uning aytganlarimi to'g'ridek qiladi. Bu ham uning o'z mahsulotining unumiga bakli ishonadiganligini tushuntirib beradi. Shuningdan keyin bir hafta ichida opam ikkimiz u avatgan grim buyumlarni uda ishlatdik. U boshda mening teri va chash alohidligimni so'ragan bo'lib, u shuningga asosan avatgan mahsulotlar qurg'oq chash bilan o'tira hol yuz terimga boshqacha yiqib qoldi. Keyingi bir hafta ichida ko'rinarlik unumi bilan
yüz terim ham chechimga haqiqatan mos kelganligini isbotlab chiqdi. Demak, mahsulot haqiqatan yaxshi edi. Bundaq unumini amaliyot so'zlaydigan mahsulotda mayli tashviqot haqqi ilib ishlab beray va mayli vakolatchi bo'lib mal sotay, o'xshashla yaxshi pul topqili bo'ladi. Mahsulotga ishonch turg'izgandan keyin o'zim Samandarga xat yozdim. Qoyilman, mahsulotingiz haqiqatan yaxshikan. Endi keyingi qadamni so'zlasak bo'lamdi. Rahmat, albatta bo'ladi. Avval o'ylaganingizdan deb beqing. Mahsulot tafsiliy uchurini shirkatga kelib ko'ramsiz yoki uyingizga yetkazib beraymi? Shirkatga borsammi bo'ladi, lekin men meyib. Ikki qo'lim yo'q. Uni bilaman. Bevosita tarqitishingizni ko'p qatim ko'rganman. Men demoqchi, shirkatingizga borsam, siz yoki xizmatchilaringiz menga g'alati maxluqqa qaragandek hayronlik ilkida qarsanglar, ochchig'im kelib qoladi. Meni kamsitganni, normal odamlar bilan o'xshash muomala qilmaganni faqat yaxshi ko'rmayman. Tushundim. Amsa tushdan keyin xizmatchilarga ahvolni aytib qo'yib, ondan sizni og'ili mashina vatay. Yo'q. Bo'ldi. O'rnini deb bersangiz, o'zimni boray. Mayli, kelishdik amsa. Tushdan keyin ko'rishdiganga bitishgandan keyin meni bevosita tarqitishda ko'p qitim ko'rgan. Ammo men faqatla ko'rib baxmagan bu odamning taqturqining qandaqligini bilib baqqim kelib qoldi. Biror parcha suratni bo'lsimi ko'rib baqaymi degan niyat bilan do'stlar chambargiga qarasam, sabl aqliyasizlar, hikmatli uzindilar. Davliq shaxslarning katta so'zlari yoki yolg'iz kishilik xiyoliy rasmlar bo'lib, na mahsulotiga, na o'zining suratiga, turmushiga doir hech nima yo'q bo'lib chiqdi. Uningga qaraganda, texi mening chambarigim bakli vayrona bo'lib, sabli girim buyumlari, yuz va teri asrash mahsulotlari, zibu-ziynatlar, ondan texi kiyim-kechak, latiputiga putlashib, xotirjam ko'ygilimi bo'lmaydi. Uninkini o'zimniki bilan silishtirib, sal yiqimsizlandim. Ammo soatning tushga yiqilib qolganligini ko'rib, oldi bilan qaytib bir yasinib olib, opam bilan birga sirtqa chiqib tamoq yeb bo'lgandan keyin uning shirkatiga menishning planini qilib, oldi bilan u avatib bergan chash yuyish suyuqligida chechimni yuyib, arqadan chach asrash malhamini surib, uzoq o'yladim. Ondan aldirmay chayqib etib, yuzimni yuyib, tozalash xizmatini oxirlashtirib bo'lib, girim qilaymi deb turishimga ishik chekildi. Opam chiqib ketganda qilib o'tadi. Ishik tubida uning bilan kimdir bir erning gudunglagan ovozi anglangandek qilgan. Arqadilla yenib kiribdi. Güldar shirkatining mas'uli kelibdi. Tushdan keyin shirkat ko'rishimiz deyishib qo'ygan turib, nima uyga kelib yuriydi endi? Qandoq bo'lib ketgani bu? Bilmadim, qoldi eshik tubida. Seni nima deydi ekan deb uyga boshlamadim. Boshlama opa, hargiz kirmasin. Kirimmi qilmagandim texi. Voyay, ma o ishni. Hayya, eshik oldiga kelib bo'lgan odamni kirmang degil bo'lamdi. Hozir kirmasin ish qilib, kirim qilmasan texi. Ishni bo'lmaydi. Kirim qilmasingizmi, shunchalik chiroylisiz. Tambur sadosidek jarangliq bir ovoz anglanib, diqqatimni hujramning eshigiga tortdi. U yerda egiz bo'yliq, o'skilam chochlari yarishimliq, ham sipda yasalgan, oq ranglik maykaga tan harakat ishtinni va oq tan harakat oyig'i moslashtirgan. Butun turqidan pokizliq, illiqlik to'kilib turadigan qamlashgan bir yigit qo'lida qora ranglik xurum hujjat sumkasi. Yana bir qo'lida net so'lyo xaltida nimalarnidir ko'tarib kulib turadi. Qiziq ish. Xalqning uyiga usibli kirib, tunji qitim ko'rayotgan notanish bir qiz bolani xijilmi bo'lmay, opasining ko'z oldida siz shunchalik chiroyli deb maqtig'ili bo'ladi ekan. Bo'layotgan ishlarga
Achchig'im kelib tashanmay tursam, u qo'lidagi paras-purus so'liyo xaltalarni opamga tangladi. Tush bo'lib qoldi. Sizlarmi tomoq yemedinglar qachon? Menmi tek tomoq yemagan. Tushdan keyin sizni avor qilib shirkatga mangdirib yurguncha yeydiganlarni elib o'zimni keldim. Uning ustiga shirkat xodimlari sizni ko'rmasa, g'alati maqtuq qaragandek hayronlik bilan qarayamaydi. Uning gaplari o'rinliq bo'lsa-mi? Bizdan so'ramayla o'z beshimchilik bilan palaqshib kelibag'ini taza detimga yoqmadi. To'r sodisini boshlaganimdan tatib, taladin birasiga girimsiz ko'rinib baqqanimni bilmaydim. Bo'libmi, erlarning oldida girimsiz, o'zimni tashlayotgan qiyofat ko'rinishni xohlamaydim. Keladigan odam kep bo'lganda, undaq deb voysab yurgili tiq bo'lmadi. Apam uning qo'lidan narsalarni ilib, menga qarab qo'yib, uni mehmonxonaga boshlag'ach kayniga yandi. Menmi qapig'imni ochmay, uning ko'zlariga qadilib, yot bir qiz bolaning hujrasida nima bor sizga? Chiqib keting degan ma'noda qarabla turib oldim. U naroz bo'lganimni bildi-yu, qaylinligini oxirgacha qilib, sang'ida kulib qo'yib, opamga agishib chiqib ketdi. Yugurib berib, hujramning eshigini taqdim. Sedan peti ko'rindiganga ko'rinib bo'lganda, uni teshida saqlatib qo'yib, girim qilib o'ltirg'il bo'lmaydi. Shundaqdimi kiyimlarimni almashtirib, quritgan peti tariqsiz qo'yayotgan sochlarimni tarab, bo'shqina bir bo'g'ib, ondan mehmonxonaga chiqdim. Qarsam, u o'zining uyida o'ltirgandek, bag'ramon kerilib o'ltirib, hech kim taklif qilmasa-mu, dasturxondagi ushaq-tushaklarga eg'iz takkila turibdi. G'o'shchida achchig'im keldi. Chiroyimni purishtirib so'radim. Ismingiz nima-di? Unutgansiz-ku, ismim Samandar. Ha, biz musha uyda ko'rishadigan bo'lganmi? Yo'q, bizning shirkatda ko'rishadigan bo'lgan. Esingizda borkan bo'lmasa, yana erinmay kelyapsiz. Sizni yo'l mandirib yurmay deb. Achchiqlamanga bo'ldi. Yuzingizga qo'rq tushib ketdi-da. Men gap qilay degicha, opam ikki taxsida qo'rma ko'tirib, oshxona uydan chiqdi. Bo'g'zimga kelgan gapni yutib etib jim bo'ldim. Ammo achchig'im yonidigandek qilmaydi. Muhabbatnoma 30-qism. Daslibi shundoq boshlangan ko'rishning oxiri xayrlik bo'lib, Samandarning shirkati bilan yaxshi hamkorlashib qoldim. Umu telefon urib yoki undidarda so'z qoldirib avara bo'lmay, yuzini davomli qilin qilib, ish bo'lsa uyimizga qatrab turdi. Bir kuni uning bunday qilishini xohlamaydiganligimni ochiq aytdim. Mening ishim ishlab chiqargan mahsulotlarimizni bozor topqizish. Sizning ishingiz menga yordamlashib bularni tashviq qilish. Shirkatga opam bor. Nadil bo'lsam ishlar eqib tursa bo'ldi. Shundaq tursa, musharra kemsam nega borma? Yeydigan, ichadigan, ishlatadiganlaringizni akilib berib tursam, sirtqa qatirmay, xotirjam ishlay olaysiz. Men sizga taqashmayman. Ortiqcha beorom bo'lmay ishlaringizni qilaversangiz bo'ladi. Amman bilanmi yaqin bo'lib qoldik. İzdishib o'tgan degan yaxshi ish u. Bu balaga gap to'g'ri kelmaydi. Uchiq yo'riq bo'lgandimi, xeylili qashang. Tillisimi kulib turaveradigan bizang mijoz bor edi. Ammo bara-bara faqat mangli shundoq muomala qiladiganligini. Boshqalarga bo'libmi qo'l ostidagilarga sal qapoq turib muomala qiladiganligini bayqadim. Uni buni deb yurib, Güldar shirkatining girim buyumlarini bozorga selib, mahsulotning oyig'ini chiqarguncha sap-musaq 300 ming yuan kirim qilib, pul urilgan kartini Samandarning qo'lidan og'inimda andin hardiqim chiqdi. Shu chaqcha bu balaning biror tuman pulini billa xajlavatdiqmikin deyman.
ish qilib qo'li uchuq. Mard bo'g'iniga qarmay pul tepishqa o'ptalla ipi bor edi. Uning bilan aloqamiz ko'paygan siri aramizda qandaqdir bir yaqinchilikning shakllanayotganligini g'uva his qildim. Shu chaqlarda yana Irfan yodimdan kechib qoladi. O'z o'g'lining taqdirini, baxtini dattikamga atgan opam men norozi qilib, unmasam o'lib berman deb qo'rqitib yurib, oxiri o'z tanlagan qizni menga yetib qo'ydi. U kuni to'y bo'ldimi, o'lim bo'ldimi bilmadim. Bir yildek taslikda kech bo'lgan bir kundan keyin boshqachalar odam bo'lib qoldi. Qurib kessin xotin, yangi uy, to'yliq, hujra deganlar. Yilqi xotin chiroydan qor yog'dirib, xuddi men tag'arga sulab yudib ip qichib kelgandek, menga jon jahli bilan sanjilib, opam zo'rlab ishtirib yurib sulab qo'ygan uyning bo'sug'isidan kirishimga jidilni boshladi. Deyishcha, menga tekis yo'qkanmish. Bu to'yga ota-onasi zo'rlabdi-dek. Xuddi men buningga kuyib qolgandek. O'zini osmondan tushgan hurpari chaqlab qolgan bu tish o'chkiga o'xshaydigan qiz menga yaqin kelma deb chirridi bir necha qarab, vilkidek bir narsani giliga tanglab turib oldi. Kim xushtarkan onunga ma'qul deb uydan chiqib ketdi. Shundan keyin u uyga kirmadim. Ota-onamning uyiga bormadim. Nadi kech bo'lsa shu yerda qo'nib, kunim o'tgan yalada lag'aylab yurib, yarim oyni o'tkazdim. Toki bir og'aynimdan opam bilan u ippagan hili xotinning shakllarni izlab berib avara qilaverganligini anglagan chig'imda amalning yo'qidan uyga qaytishga majbur bo'ldim. Chunki ular meni topolmasa, davomliq berib shakillar bilan Risolat opamni avara qilishi mumkin edi. Shakillarga hech nima qilib bermasam-mo, avarchiligimga qo'yishni xohlamaydim. Men uyga qaytib, ishlar sal yaxshilangandek bo'ldi. To'y kuni oqshimi meni xohlamamdo demay, o'lib berdigandek qilib mendan o'zini qochirib ketgan hili xotinmi 10 yil ko'rmagan qadinasini ko'rgandek yugurib kelib meni quchoqladi. Tikanlik daraxtga chaplashib qolgandek bir g'ashlik ichida uni o'zimdan neri qilib, opamning bitmas tugmas qayishlarini, vaz nasihatlarini necha soat ro'yi chiqib ketgan saran qaytishdek jimjit o'ltirib angladim. Shuningdan keyin ularning hech qaysisi shakllarni izlamaydigan, tillamaydigan, haqoratlamaydigan bo'ldi. Ammo ishlar yaxshilanish qarab yuzlanganda anglag'anim shakillar bilan Risolat opamning bu yerdan ayrilib Urumchiga ketib qolgani bo'ldi. Olamning o'tnis tutsa ajoyib tutadi ekan. Yana kelib odam o'ylab boqmagan nuqtadan, mumkinchiligi bor deb faraz qilmagan bir joylardan tutadi ekan. Opam yillardan beri o'z erini, ikki bolasining dadasi bo'lgan odamningmi bir qo'li yo'qligini esiga ep qo'ymay, hadis xalqning qizini undaqchi cho'loq, mundaqchi cho'loq deb tillab yurib, oxiri taqdirdan kelgan ajoyib cho'ng, ammo to'limi ichinishlik bir sovg'atni kutib oldi. Bu balkim Shakilaning ko'zlaridan oqqan g'urur yoshlarini, uning va Risolat opam ko'tarib kelgan uvalchilik, ahonatlarning o't uvalidi. Lekin opamning qilgan atganlarining jazosi uvalchiligi bechora ocham leligulga ketdi. Ocham baji idorasiga xizmatga o'rlashib, endi texi ko'ngil tingan chaqlarda opam uning loyiqini nimrat ko'rib yaratmay, o'zi bilgancha boyning ballaridan loyiq tepib, uning to'yinimi o'zi chaqlab bitishib qo'ydi. Ochamning xolamasligini so'rabmi qo'ymay, uni qon yig'iltib turib, chini uchkizib, bir patman to'yliq hisobiga boyning bo'lg'usi qudusiga aylanib yurgan kunlarda ocham qatnash hodisiga uchrab, 10 butun necha 10 tonlik yuk mashinasining ostida qilib ezilib ketib, kesivatmisi zoda bo'lmaydigan holga tushib qoldi. Ochamning putini operatsiya qildigan chaqda yurtimizdagi eng chong doktorxonada qilgan edi. Lekin operatsiyadan keyin kasallik ahvolida o'zgarish bo'lib qilib, Urumchiga jiddiy yo'tkimsak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Opam ochamning ahvolini bir yana qayirib qo'yib, necha kundan beri suvda ketayotgan pulning gapini qilib pushqinib qolgan edi. Bir onaning mushchaq bo'lgandimi, yana o'zining manfaatini oldingi o'ringa qo'yib, bolasining jinidan emas, iqtisodining xo'rishidan ansirganini zada qandoq tushunish kerak? Buni qandoq inson qabul qila oladi?
Apamdan qilqiga achchiqim kelib, uning ko'nglini ayab birnim diyemay turganda, achamning mijozida pasib o'zgarish yuz berdi. Doktorlarmi bu tuyuqsizlikdan cho'chishib, uni darhol yo'tkimsa keyingi oqibatni tasavvur qilib bo'lmaydiganligini aytdi. Apam chidamag'ach tursin. Jinim kassimi, achamni cho'qim davolataman deb niyat qilib, dadam bilan deyishibla doktorxonaning og'ir kasallarni yo'tkash mashinasi bilan uni Urumchiga yo'tkab maqdik. Yo'tkab davolagandan keyin uning ahvolida xeyli yaxshilanish bo'ldi. Biroq bir put kesilib, nakar bo'lib qolgani uning hayotidagi o'chirgili bo'lmaydigan dog' bo'lib qoldi. Shu ishlarni eslasak, acham hozirgacha apamga g'om saqlab, bu apam taqdirning chaqi aylansa, kamsitganlarimizning izosi bizga kelib qola demay, hadis haqning qizini cho'loq deb tilaverib, shunga olamning o'tnis tutdi. Yana kelib, qilch xatoliqi bo'lmagan meni tutdi deb xursinib qo'yadi. Achamni davolatib, Urumchida yurgunimizga 4 kun bo'lganda, apam chidamay kaynimizdan chiqdi. Bir uydagi uchilimiz biroqli yo'q bo'lganlikdan sal xavfsirab qoldimi, yoki achamdan ansirab chiqqanimi, va yoki uchimizni birlashib bekchiq pullarni xarjlatmasin deb nazorat qilib chiqdimi belgili bo'lmaydi. Achamning salomatlik ahvoli turaqlashishiga boshlaganda, apam dadamni qaytib ketishga buyurib, o'zim men bilan achamning yonida qolmoqchi bo'ldi. Koridorda bu ishni maslahatlashib turganimizda intayin tunish, lekin keyin ishlari moda. Yarashtirib girim qilgan ishkaylar. Ya'ni ikki ayol kishi bizga diqqat qilib, mengishidan to'xtab, biz tarafga bo'yindashqa boshladi. Ko'zim pat-pat shular tarafga ketdi. Qarmoqqa tunishlik to'ylatdi-yu, kimligini esimga olmaydim. Shu tarzida 10 minutlar turganda ular taqli burilib yo'lga mangmoqchi bo'ldi. Shu chaqda ularning birining mo'risidan qo'lsiz sanglab turgan ikki bilak ko'zim tushishi bilan yodimga keldiki, ularning biri Shakila, yana biri Risolat opam edi. Yuragim qartdi qildi. Ixtiyorsiz zuvoniga kelib, opamning norozi bo'lishini o'ylamayla unlik chaqirdim. Shakila! Bizga qarshi yo'nalishdi koridorning uchida ketayotgan ikkilan chippida to'xtadi. Shakila sal turgandan keyin asta keyniga qayrilib bizga qaradi. Lekin Risolat opam keyniga qayrilib qo'ymay, Shakilaning beldan tutib tortgan peti meni evadi. Dal shu chaqda mening yelimda dadamga nimalarnidir taplayotgan opam darhol ularning keynidan yugurgach varqirdi. Ay Risolat, Shakila, to'xtab turinglar. Ular ikkisi joyda to'xtab, keyniga burilganda opam ularning oldiga berib qolgan edi. Risolat opamning chiroyidagi hayronlik, Shakilaning kayfiyatidagi qo'rqinishni qanday tasvirlashni bilmadim. Ish qilib, ular bir bo'lsa opamni yana jidal qilamdikin deb ansirgandekmi? Bir bo'lsa bizni bu yerda ko'yginiga, opamning ularning ismini chaqirib keyindan qo'lab degdek kayginiga hayron qolgandekmi qiladi. Dadam ikkimiz tek-dik ichida ularga yaqinlashdik. Diqqat qilsam, opamning ko'z yigidan 2 tomchi yosh serilib tushirilib qolgan bo'lib, ilgari Risolat opam bilan Shakilani ko'ygandagi o'chmanlik, chaynab purqivasa dara chiqmaydigandek g'azab va nafratdan asarmi yo'q edi. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizlar? Ko'rishmagili pek uzun bo'pti. Men Gulbahor. Opam titrangu ovozda shularni deb, gapining oxirini deyamay to'xtab qoldi va bo'g'ziga qaplashib kelgan yig'isini kuchab yutdi. Ha, to'nidim. Bizning ahvolimiz yomon emas. Sizlarchi yaxshi turibsizlar? Risolat opam rasmiyat yuzasidan susli ahvol so'radi. Shakila undimidi. Boyi uni ko'rgan hamonlar samo silishga boshlagan yuragim hech pastgo'ga tushay demaydi. Tuyuqsiz bu yillarda uni to'limi sig'inganligimni, uni hili hammo eng avvalgidek o'tliq muhabbat bilan yaxshi ko'rdiganligimni his qildim. Bayqisam, bu yillarda uningda ko'p o'zgarish bo'lgandek qiladi. Grimsiz, oddiy sodda yurdigan,
Adam qarab bo'g'icha villida qizirib yerga qarab turdigan. Chehirdan sho'x kulki o'chmaydigan bir qiz mana endi yarashtirib qiyniq girim qilib mo'ris ochiq kendik salpal ko'rinib turadigan kiyimlarni tar ishton va inchik tasmliq oyoqlarni kiydigan. Chichini cho'qqisiga tujiplab tugib, quloqlariga harvining chaqidek yo'g'on halqalarni taqaydigan. Odamga sovuq nazarda mastmigandek qaraydigan. Ko'zlaridan alvoslarninkidek yovuzlarcha nur chaqnab turadigan bo'lib qoldi. Rastlı şundaq bo'lib qaldimi yoki menga bo'lgan g'azab nafrati bilan ashundaq sovuq ko'zlarda qarab o'tamdi. Uni bilamadim. Ish qilib, ilgirki bilan osmon zamin o'zgarish hosil qilib olgan hozirgi shakllarga gap qilishqimi? Ko'zlariga qarashqimi bitnamidi. Lekin uning o'tkir bestek qahrlik qarashlaridan ayminib tursam-mu, o'g'ri ko'zlarim yanada o'tiribga ketib qelyotdi. Apam bilan Risolat apam to'limi qo'lashmagan bir holda ahvollashib bo'lib, orqadan nima deyish kerakligini bilmagandek jimmida turib qilishdi. Apamning og'zi gap yo'q edi. Lekin aytmoqchi bo'lganlarini og'zidan chiqaramay aramsizlanadi. Uning bundoq turqini azaldan ko'rib boqmaganligim. Kichkimdan boshlab hozirgacha engimda deydiganni deb, qildiganni qilib, tillaydiganni tillab, düşkəlləyidiganni düşkəllab. Hech kimga gap bermay odatlanib ketgan opamning mag'rurona qiyofatiga ko'nib qolganligim uchun uni har qancha qilsam-mu shu topda ko'rayotgan turqiga singdiramadi. Qarasam, dadam mendan o'ta hayron, ham titib bo'lib turadi. Layligul qatnash hadisiga uchrab, mushu yong'i yetkab davolaydigan bo'lib qilib, bu doktorxonaga shu bolani olib kelgan. Balaning salomatligi sal yaxshilansa, sizlarni atoydan bir izday deb niyat qilib turatdim. Bugun bizni taqdir uchrashtiribdi. Hoy, qandaq bo'lib amdi? Hozir ahvoli qandaqroq? O'ng putini kesib hatdi. Yuk mashinasining ostida qilib ezilib ketibdi ekan. Asliga keltirgil bo'lmaydi ekan. Sinaklari butun ezilib, qon tomirlar, to'qilmalar butunlay qondan chiqibdi deydi. Şunun bilen putini kesmetti. Apam burunqi ma'madarlıqı, mag'rurluqi, hükümranlar söldüni bir yoqqa qayirib o'tib, pangida yig'ilgan peti peshonasini tutqunicha ikki pukilinib qoldi. Aslida uning onalik qalbi bilan ocham uchun azoblanayotganligini shu chaqdila his qila oldim. Risolat apam chiroyidan qayg'u to'kilgan holda taqli kelib yerga engishib yiqilib qolay degan apamni yo'lidi. Dal shuni kutib turgandek, apam uning quchqig'iga o'zini tashlab, kichik boladek ho'ngrab yig'lab ketdi. Boshqa uchimiz, Shakila, men va dadam sukut ichida birsining yig'isini, yana birisining ko'ngil yasab tasalli berganini ko'rib jimmida turdik. Ahvoldan qaraganda Risolat apam o'ch adovatlarga salovat deyotgandek, apamni kechirayotgandek qiladi. Shu chog'da u ikki ayolga sinchi ko'zlar bilan qarab turgan Shakilaga qarab o'ylanib qoldim. Biz ko'rishmagan bu yillarda u to'y qilganmidi? To'y qilgan bo'lsa, yo'ldoshi qandoq odamda? Agar u to'y qilmagan bo'lsa, uning hozir yigiti bormidi?